16 bab. Davud tağ cho'qqisini eshib, amdili tushayotganda Mefiboshetning xizmatkori Zibo degan odamni uchratdi. Ziboning yonida egarlangan 2 eshigi bor bo'lib, eshaklarga 200 non, 100 o'chim kishmish, 100 o'chim yozliq mevalar va bir tulum sharob ortilgan edi. Podsho Zibodan: "Sen bu narsalarni nemaga elib kelding?" deb so'radi. Eshaklarni podshoyimning oila a'zolarining minishiga, non va yozliq mevalarni yoshlarning yeyishiga, sharobni cho'lda herib qolganlarning ichishiga elib keldim deb javob berdi Zibo. Xo'jayining Saulning navrisi Mefiboshet qayerda? deb so'radi podsho yana uningdan. Mefiboshet: "Bugun Isroil xalqi menga bovam Saulning podsholigini qayta tiklab berdi deb Yerusalimda qoldi" deb javob berdi u. Mefiboshetga tava bo'lgan hamma narsa endi sanga tavadir dedi podsho. Podsho oliylarining oldida bosh egib qullari bo'lay, iltifotlariga sazavar bo'lg'ayman deb javob qaytardi Zibo. Davud Bahurim shahriga yetib kelganda, Saul jamiyatidan bir odam uning oldiga chiqib keldi. U Geraning o'g'li bo'lib, ismi Shimi edi. U Davudning yeniga kelib etib, uni qarg'idi. U Davud podsho va uning atrofidagi odamlarga hamda maxsus tarbiyalangan lashkarlarga qartib tosh otdi. "Ey qonxo'r! Hey razil inson, yo'qol! Yo'qol bu yerdan!" deb uni haqoratlab tovladi Shimi. "Saul jamiyatining qinini to'kanliking uchun mana Parvardigor seni jazolayotdi. Sen Saulning podshohlik taxtini tortib olgan eding. Parvardigor endi uni o'g'ling Absalomga ilib berdi. Mana endi qilganlaring o'zingga qaytdi. Hey qonxo'r!" Zeruyaning o'g'li Abishay podshohga: "Neymişqa? Bu o'lik itqa podshoyi olamni haqorat etkizimiz. Men berib o bir nemining kalisini uzib etay" dedi. "Hey Zeruyaning o'g'illari" dedi Davud Abishay va Yoabga. "Sizlarning bu ish bilan nima munosabatinglar bor? Agar Parvardigor uningga sen berib Davudni qarg'a deganlikki uchun u meni qarg'an bo'lsa, kimmi uningga sen nemishqa bunda qilasan deyalisun?" Ondan Davud Abishay va o'zining barliq odamlarga: "Qaranglar, o'zimning pushtidan bo'lgan o'g'lim jinimni olmoqchi bo'layotgan yerda Benyamin qabilasidan bo'lgan bu odam nima qilmaydi? Parvardigor uningga shundoq qilishni buyurgan. Mayliga qo'yib etinglar, qarg'avasin. Parvardigor mushkullikda qolganligimni ko'rib, bugun bu odamning qarg'ashlari o'rniga menga shafqat ko'rsatibmi qala" dedi. Shundan keyin Davud odamlari bilan yo'lini davomlashtirdi. Shimi tog' bag'rini bo'ylab Davud bilan qator mang'ach uni qarg'ab, uningga tosh etib, to'p chechib mangdi. Podshoh va uning hamrohlari boradigan manziliga yetib kelganda, harg'anliklarini his qilishdi-da, shu yerda orom elishdi. Shu paytda Absalom va uningga agashgan butun Isroillar Yerusalimga kirib bo'lgan edi. Ahitofelmi Absalom bilan birga edi. Davudning do'sti Arki jamiyatidan bo'lgan Xushay Absalomning yeniga berib uningga: "Podsho oliylari yashig'ayla" dedi. Absalom uningdan: "Sening do'stingga ko'rsatgan mehr shafqating shumi? Nemishqa do'sting bilan birga ketmeding?" deb so'radi. Xushay Absalomga: "Nega muboratdim? Men Parvardigor va bu xalq shundoqla butun Isroillar tarafidan tanlangan odamga tavadurman. Men sizlar bilan birga bo'laman. Ya'ni kelib Davudning o'g'li Absalomdan boshqa yana kimga xizmat qilatdim. Otlariga qanday xizmat qilgan bo'lsam, sizlarga shundoq xizmat qilaman" dedi. Shunda Absalom
Ahitofelga qarab, "Nemi qilishimiz kerak? Bir maslahat bergin" dedi. "Sizlar otillari o'rdiga qarashqa qoldirib ketgan to'qallarga yaqinlashila. Shunda qilsilari İsrail xalqi sizlarning o'z otillarini sharmanda qilganliklarini anglaydi. Shuning bilan sizga agashganlarning sizlarni qo'llash qarori texmu qat'iy bo'ladi" dedi. Shunda qilib Absalomga orduning o'gsisida bir chedir tikildi. Absalom İsrail xalqining ko'z oldidala otisining to'qallari bilan bir yostiqqa bosh qo'ydi. U chaqlarda kishilarga Ahitofelning ko'rsatgan maslahatlari Xudodan kelgan maslahatdek bilinadi. Absalom Ahitofelning bergan maslahatlarini bajoyiki Davud qabul qilgandek qabul qiladi.